ekan, biri yo'q ekan. Tilcha ismli qiziquvchan va sho'x bola yashar ekan. U og'iz degan sehrli uyda yashardi. Uyning yuqorisida oppoq tishlardan yasalgan shiftlar, pastida qizil gilamcha til to'shamasi bor edi. Har kuni ertalab tilcha uyg'onishi bilan birinchi mashqni bajarardi. Kerishib, cho'zilib, uyning old tomonidan orqa tomonigacha borib kelardi. "Voy, bugun juda ajoyib kun bo'ladi shekilli", dedi tilcha. Va o'z uyidan tashqariga lablar darvozasi tomon yo'l oldi. Darvozaga yetganda u lablarning ikki tomoni bilan ham salomlashib chiqdi. Yo'lda uning eng yaqin do'sti Soat amaki uchrab qoldi. Soat amaki doim bir joyda turib, chapga, o'ngga tebranardi. "Assalomu alaykum, Soat amaki. Bugun qayerga sayohatga borsam ekan?" deb so'radi tilcha. "Va alaykum assalom. Tik tak, dedi Soat amaki. "Bugun sen shirinliklar tog'iga borsang bo'ladi. Lekin u yerga borish uchun avval sport bilan shug'ullanishing kerak." Tilcha darrov sport mashqlarini boshlab yubordi. Avval yuqoridagi turnikka sakradi, keyin pastdagi turnikka tushdi. So'ng koptokni tepaga otib, tutib o'ynadi va nihoyat koptokni lunjlar orasiga yashirishga ham ulgurdi. Mashqlardan so'ng tilcha shirinliklar tog'i tomon yo'l oldi. Yo'lda u ot chopish o'yinini o'ynab ketdi. Birdan yo'lda katta qizil mashina uchrab qoldi. Mashina rrrr degan ovoz chiqarib turardi. Tabiiyki, tilcha ham unga taqlid qilib ko'rdi. Va nihoyat shirinliklar tog'iga yetib kelganda u yerda ajoyib muzqaymoqni ko'rdi. Tilcha muzqaymoqni yalab ko'rmoqchi bo'ldi va yaladi ham. Keyin u karusellarga o'xshab aylanib o'ynadi. "Juda ham mazza qildim, biramazza-ey", dedi tilcha. Kech kirishi bilan u uyiga qaytishga qaror qildi. Yo'lda u yana Soat amaki bilan uchrashdi va bugun o'rgangan barcha yangi mashqlarini ko'rsatdi. Uyiga qaytgach, tilcha o'z uyini tozaladi va shirin uyquga ketdi.